Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz yana bitta ko'ylak lozimimizni bichib tikamiz. Sizlarga yoqadi deb o'ylayman. 23 santimetr ko'kragiga tushdik. Oldi kenglik mana o'lchamlari yozib qo'yganmiz. Mana oldi kengliklari. Yelkasi 38 umumiysi. Mana 5 santimetr yelkandan o'yindiqdan keyin kirib, pastga 12 santimetr tushdikda o'yindig'ini kengroq qo'yib oldik. 100 santimetr ko'ylagimiz uzunligi bo'ldi. Etagida 2 santi qiyalik olamiz. Belgacha uzunligini topib 2 santimetrlik qiyalik bilan vitichka kirib olamiz belda. Bo'ksasiga 20 santi tushdik. Bo'ksasini topib olganimizdan keyin figurasini beramiz. 10 santimetr ko'krak oralig'idagi vitichkasi uchun tushdik. Mana pastga 15, 28 umumiy uzunligi bo'ldi vitichkamizni. Ko'kragigacha bo'lgan santimetr 13 santimetr. Bu odamni razmeridan keyin chiqib keladi. Zakaz olayotganingizda o'lchab olasiz. Balandligidan keyin farqi bilan keladi. Mana ko'kragi uchun vitichkamiz 2 santimetr bo'ldi. Bu vitichkalarda o'lchamlari ko'ylakni baland, qisqaligiga qarab ular ham o'zgaradi. 30 santimetr atrezi uchun balandlik oldik. Materialimiz elastik, cho'ziladigan mayin. Shuning uchun men chok haqqi bermadim. Shunda ham o'zi yaxshi turaveradi. Materialning xususiyatiga qarab chokni berasiz yoki bermaysiz. Mijozingiz ixcham so'ragan bo'lsa, bermasangiz bo'ladi bunaqa cho'zilchoq materialda. Mijozi talabidan keyin bularni ham qo'llaysiz-da. Shuning uchun gaplashish juda ham muhim. Vitichkalarni ikkinchi qismiga ko'chirib o'tkazib olamiz. To'g'nog'ichdan foydalanib, bo'lmasa foydalanmaganingizda alohida chizsa ham bo'ladi. Mana vitichka qismini ham ko'chirib o'tkazib olamiz. Mana ko'ylagimizning oldi qismi chiqdi. Endi orqasi uchun o'yindiqqa 4 santimetr tushdim. Mana yelkasida 1 santimetr orqasidan farq qiladi oldidan. Orqa qismi 1 santimetr baland bo'ladi. Shunda yelkamiz orqaga ketmaydi-da, choklari. Mana oldimiz ham tayyor bo'ldi, orqamiz ham tayyor bo'ldi. Vitichkalarini ham ko'chirib olamiz. Belgacha uzunlikni ham ko'chirib qo'yamiz. Tikishimizda bizga ko'rinib qulaylik berib turadi hisob olishingizda. Orqa vitichkasi uchun 9 santimetr kenglik qildik. Bu buklovda turibdi hozir. Mana vitichkamiz uzunligi 28-30 santimetrda bo'ladi. Bo'y balandligiga qarab. Bundan ham qisqa bo'lishi mumkin bo'y kalta odamlarda. Vitichkalarning uzunligini ham razmerga qarab turib belgilaysiz. Har doim bir xil qo'llab bo'lmaydi. Qisqa odamga keragidan ortiq cho'ziq ko'rinib qoladi. Mana biz yengimizni olyapmiz. Yengimizni balandligi 20 santimetr, 13 santimetr yeng tomi uchun oldik. Yeng tomini 4 taqsimga bo'lib olganingizdan keyin oldi orqasi bilinadigan o'ng chapi bo'lgan yengimiz chiqadi. Mana yengimiz ham tayyor bo'ldi. Kesib olyapmiz. Oldi qismini alohida kesib, mana orqasida 1 santimetr farqi bilan kesib olamiz. Materialimiz cho'zilchoq, shuning uchun yenglarini ham donalab kesib oldim. Ishlashimizda sal tezlashtirib beradi. Qattiq material bo'lsa, buklovda ikkovini ham birga kessangiz bo'laveradi. Mana o'ng chapini belgilab qo'yamiz. Mana bo'yni o'yindig'imizni
Oldida podzorini qilishimiz uchun o'lchab qo'ydik. Yengimizni mana manjet qismi. Eni 4 santimetrlikda planka tayyorlab olamiz, lentichkasini. Endi shimini kesyapmiz. Bo'ksamiz 104 ekan, 2 ga bo'ldik. 2 ga bo'linganiga 1 qo'shib pastga tushdik. Oldiga. Pastiga bir ayirib tashlaymiz. Og'i 5 santimetr bo'ldi. Shim darslarimizda buni asoslarini o'rgatganmiz. 85 santimetr shimimiz uzunligi bo'ldi. 48 tizzagacha uzunligi bo'ldi. Bularni ham mijozni ustida o'lchab olasiz. Ixtiyoriy qiladigan odamlar ham ko'p ishlaganingizda o'zi hisobingiz chiqib qoladi. Shimida ham chok haqqini ozroq berdim. Poychasini kengligi 9 ga 9 bo'ldi taqsimda. 18 santimetrga tayyor bo'ldi. Buklovda tayyor bo'lgan shimimiz. Gulfig ishmasligi uchun mana 2 santimetr qiyalikda oldik. Qirqimchasi bor pastida, poychasida. Mana shimimizni ham kesib oldik. Chok haqqini tizzadan pastki qismida sal ixchamroq olaman. Yaxshi turadi bu. Erkak shimga o'xshab tikka bo'lib qolmaydi-da shunda. Mana 4 santimetr gulfik tomonidan belgilab olib, mana 92 belimiz. Shimda orqasini bichayotganimizda belni 4 ga bo'lib taqsim qilamiz. 5 santimetr yuqoriga ko'tardim. 92 ni yarmi, 46, yarmi 23, 23 ga 6 qo'shib oldim. 29 santimetr yuqoridagi kengligimiz bo'ldi. Mana shimimizni oldidagi chiqqan og'iga 1 santimetr qo'shib orqa og'ini olamiz. Men bunda qo'shmadim o'sha 1 santimetrni. Shimimizni matoni xususiyatiga qarab, matoyimiz o'zi cho'ziladigan, shundoq ham yaxshi turib beradi. Mijoz bilan gaplashganingizdagi suhbat xususiyati va materialingizni holatiga qarab turib, o'sha kengliklarni, zapaslarni qo'shmaslik yoki ozroq qo'shish yoki qisman qo'shish farqlarini suhbatda aniqlashtirib olasiz. 5,5 santimetrga bukladim, o'zi deyarli 4 ga tayyor bo'ldi 40 uchun buklov joyi. Mana 10 santimetr shimimizni bel poyestini oldik. Buklovda 5 bo'ladi rezinka qismi uchun matosi. Mana shimimiz ham bichilgan qismi tayyor bo'ldi. Mana shunday qilib o'lchaganingizdan keyin o'zi tayyorlab olasiz. Razmeri chiqib bo'ladi-ku. Mana endi shimimizni meshkavina qopchig'ini olyapmiz, cho'ntak qopini. Cho'ntak qopimizni balandligini ham mijoz talabi bilan chuqurroq, sayozroq qilib beraverasiz. Menda hozir 28 santimetr balandligi bo'ldi. Buklovda 15 santimetr yengim meshkavinamizni eni bo'ldi, qopi. Bu ham chuqur cho'ntak bo'ladi. Ko'ylagimizni oldida ikkita bezak uchun kichkina cho'ntakcha qo'lladik. Har xil narsa qo'llasangiz bo'laveradi. Mana matoyimiz gulli bo'lmagani uchun mana bunday holatda biz chiqarib oldik.